Jen tabiatning ashaddiy muxlisasi edi. U o'z vaqtining ko'p qismini do'stlari bilan tabiat qo'ynida o'tkazishni yoqtirar edi. Bu uning hobbisi edi va uning bu hobbisi ko'pchilikka yoqardi. Qolaversa, Jen havaskor fotograf edi. U chiroyli manzaralarni suratga olishni yoqtirar va qolaversa, ushbu sohani kelajakda o'z kasbiga aylantirmoqchi edi. U chiroyli manzarani ko'rishi bilan to'xtab u yerni suratga ola boshladi. U bunday chiroyli manzaralarni tarixga muhrlab qo'ymoqchi edi. Odatda Jen sayohatga maxsus jamoa bilan yokida o'ziga o'xshagan tabiatning ashaddiy muxlislari bilan chiqardi. Hatto u ijtimoiy tarmoqlardagi shunday sayohat uchun jamoa yig'uvchi saytlarga ham obuna bo'lgan edi. Ammo u bu safar boshqacha hislarni tuymoqchi bo'ldi va aynan shu boisdan ham sayohatga bir o'zi chiqishga qaror qildi. Miyasidagi keraksiz xayollardan xalos bo'lib, belgilangan manzilga yetib kelganini ham sezmay qoldi. Jen o'z chodirini o'rmon ichiga qurmoqchi edi, ammo manzilga yetib borish uchun u sovuq suvni kechib o'tishga majbur edi. U oyoq kiyimini yechib suv tomon yura boshladi. Suv juda ham muzdek edi. Qolaversa, suvning kuchli oqimi uni ag'darib yuborishiga sal qoldi. Shunga qaramasdan u sohilning narigi tarafiga o'tishga muvaffaq bo'ldi. Jen qirg'oqdan uzoqlashmoqchi emas edi. Shu boisdan qirg'oqdan bir necha qadam nariga o'z chodirini qurdi. U hech qanday qiyinchiliklarsiz chodirni tiklab oldi, chunki bu u uchun birinchi marta emas edi. U barcha narsalarni chodir ichiga tashlagancha chiroyli joylarni suratga olishni boshlab yubordi. Jen sevimli ishi bilan mashg'ul bo'lib, kechikib qolganini ham sezmay qoldi va allaqachon gulxan yoqib kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Jen o'zini ko'p qiynashni xohlamadi. Shu boisdan konservadagi taomlarni isitib qo'ya qoldi. Kun oxirida esa u tungi osmonning bir necha suratini oldida uxlashga yotdi. U biroz yotishga o'rganmagan edi. Qolaversa, atrofga vahimali sukunat cho'mgandi. Jen tashqaridagi barcha tovushlarni diqqat bilan tinglardi, ammo baribir charchoq ustunlik qilib, oxir-oqibat u uxlab qoldi. U qarg'aning ovozidan qo'rqib uyg'onib ketdi. Tong ham o'tib qolgan, chunki chodir ichi salgina yorug'lashgan edi, ammo baribir hali ham yetarlicha qorong'u edi. U uyg'ongach chodirni ochib quyosh chiqishini kuzatmoqchi bo'ldi. U ovqatlanishni xohlamadi, chunki nonushta tayyorlagani erinib, kecha olgan suratlarini ko'zdan kechira boshladi. Suratlar albatta ajoyib chiqqan edi va u bu suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari bilan bo'lishmoqchi bo'ldi. Suratlarni ko'zdan kechirar ekan, bir suratni ko'rib uning kayfiyati birdaniga tushib ketdi. U o'z chodirining suratini ko'rdi va bu suratlarni qachon olganini eslay boshladi, ammo hech narsani eslay olmadi, chunki u kecha oqshom payti gulxan atrofida o'tirgan edi va bu suratni olish uchun unday uzoq masofaga bormagan edi. So'ngra u chodir ichidagi yorug'likni ko'rib qo'rqib ketdi, chunki kecha u chodirga kirgandan so'nggina chiroqni yoqgan edi va undan keyin umuman chodirdan chiqmagan edi. Keyingi suratda chodir yana ham yaqinroqdan olingan edi. Qolaversa, undagi chiroq ham o'chgan, chunki u paytga borib qiz allaqachon uxlagan edi. U dahshatli qo'rquvga tushib qolgan suratlarni ham ko'zdan kechira boshladi. O'zingiz bilganingizdek Jen bir o'zi edi va qolaversa 1 kilometr radiusda undan boshqa hech kim yo'q.
u ham yetmagandek uni qayerda ekanligini boshqa hech kim bilmasdi. Bo'lib o'tgan voqeadan so'ng qiz aqldan ozdi va uzoq uyqusiz tunlar uni qiynay boshladi. Undan so'ng nima bo'lganini esa hech kim bilmaydi.